Atom X bu Adobe After Effects va Premiere Pro uchun ishlab chiqilgan extension kengaytma bo'lib, video dizayn va montaj ishlarini tezlashtirish va qulaylashtirish uchun mo'ljallangan. U motion grafika shablonlari, animatsiyalar, vizual effektlar va ovoz effektlarini o'z ichiga oladi. Atom X yordamida siz tayyor elementlarni osongina tanlab qo'llash orqali professional ko'rinishdagi videolar yaratishingiz mumkin. Telegram kanalimga o'tsangiz, mana shunaqa ikkita fayl bo'ladi. O'sha faylni kompyuteringizga skachat qilishingiz kerak va o'shani birinchi partiga o'tib turib, izvilish qilib olasiz. Buni ochish uchun sizda WinRAR установка qilib bo'lgan bo'lishi kerak kompyuteringizga. Agar WinRAR bo'lmasa sizda, uni ham men Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Atom X papkasini ochamiz va Atom X ga kirib, birinchi qiladigan ishimiz, ko'rib turgan ketma-ketlikda kirasiz shu papkani ichiga va mana bu eng pastga qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha extension papkasini ichiga olib borib qo'yadigan bu shunchaki yo'l. Bu o'zi qaysi papka, bu nima uchun javob beradi? Biz o'sha aynan Atom X ni mana bu yerdan extensiondan mana shundan chiqarib olishimiz kerak. Xo'p, endi bizga qiladigan ishimiz yana bir marta Atom X papkasiga kiramiz va shu ketma-ketlikda kirasiz va mana bu yerdagi Atom X papkasini bosib turib kopiya qilasizda va mana shu extension papkani ichiga stavить qilasiz. Продолжить ustiga bosaverasiz. Va shu Atom X ni endi bizda extensiondan chiqarib oldik. Ana endi bu papkani yopib yuborsangiz ham bo'ladi. Ana endi boya ochib olgan RAR formatimizdagi ichidagi Atom X ni tagidagi add case, ya'ni bu rec fayl bo'ladi. Uni 2 marta bosamiz va o'sha registratsiyadan o'tkazamiz kompyuterimizda. Va okey, bu registratsiyadan o'tdi. Ana endi biz qiladigan ishimiz Premieredan ham chiqib ketamiz. Va boshqatdan kiramiz Premiere'ga va bu yerda mana Window bo'limidan extensionni ochib, mana ko'rib turganingizdek Atom X bosamiz. Va bizda hammasi joyida, mana Atom X ochildi. Bu effektlar to'plami hali установка bo'lgani yo'q. Buni установка qilish uchun esa mana bu yerdagi Install the first package ustiga bosasiz. Va shuni bosganingizdan keyin boyagi ochib olgan arxiv formatlarimiz bor, o'shani topamiz bu yerdan. Hozircha rабочий stolda turibdi. O'sha Atom X ning papkasining ichiga kiramiz. Yana o'sha Atom X ga va Base Transition turibdi. Ikkinchi papkasi edi. Bu biz boya Atom X birinchi papka bilan ishladik. Endi ikkinchi papkasiga kiramiz. Base Transition ga mana shunaqa fayl bo'ladi. Shuni ustiga 2 marta bosasiz. Va bu o'sha effektlarni ochib aynan shu Atom X ni ichiga joylashtiradi va continue ni bosasiz. Bu o'sha effektlarni o'qishni boshlaydi. Va mana marhamat, sizda endi kattagina bitta biblioteka hosil bo'ladi. O'sha bibliotekani qulay joyga o'tkazib qo'yib, bemalol montajingizda foydalansangiz bo'ladi. Keling, uni ozgina birroq ko'rib chiqamiz, to'g'rimi? Keling, biz transitionlaridan aynan ko'rib chiqamiz. Birorta, xo'p, glitch effektni ko'ramiz misol uchun. Buning uchun mana bu videoni ikkinchi videoga o'tadigan joyini boshi bilan oxiri bilan boshini kesamizda, mana shu effektni, misol bitta effektni olmoqchisiz, to'g'rimi? Va uni timeline'ga tashlaysiz. Mana timeline'ga tashlaysiz, buni ozgina загрузка bo'lib turishini kutamiz va tashladik. Bizda aynan mana shu kesilgan joyi bor-ku, o'sha kesilgan joyi bilan mana ovozi bilan tashlab beradi. O'sha kesilgan joyiga to'g'rilab mana shunaqa ustiga qo'yib qo'yasiz. Va sizda mana marhamat, ikkinchi videoga o'tadigan zo'r transition hosil bo'ldi. Nafaqat bu transition, titr bilan ishlaydigan mana shunaqa presetlari bor, fonlar bor, mana ko'rib turganingizdek har xil fon tariqasida foydalansangiz bo'ladi. Kadringizni misol uchun color grade qilsangiz ham bo'ladi. Adjustment layer tashlab beradi. Buni bemalol tortib, misol uchun ko'rib turganingizdek mana rangini o'zgartirib beradi. Audio effektlar bor, audio effektlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda klaviaturani audio effektlari bor ekan. Juda ham katta biblioteka. Bitta Atom X ni установка qilsangiz, bu sizni yana ham ishingizni osonlashtiradi va chiroylilashtiradi. Sizning montajingiz yangi pog'onaga, yangi darajaga chiqadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimga podpisatsiya bo'ling. Shu bilan birgalikda bu videodan tashqari men kanalimda Premiere Pro ni noldan uni установка qilishdan tortib bosqichma-bosqich o'rgatganman montaj qilishni. Shu bilan birgalikda men Telegram kanalimga podpisatsiya bo'ling. Unda kerakli fayllarni hammasini o'shda saqlayman. Hattoki o'zim ham o'zimga kerakli fayllarni o'shdan skachat qolaman. Shu bilan birgalikda Telegram gruppamiz bor. O'sha gruppamga qo'shiling, bir-birimizga yordam beramiz. U gruppada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'tga yozadigan bo'lsangiz, javob beraman. Birgalikda keling, montajni o'rganamiz.